Assalomu alaykum. Siz bilasizki, Minecraftda juda ham kuchli aslahalar bor. Ammo mening qo'limdagi bu hech qanday modlarsiz qilingan. Ammo hozir mana qilich ko'ryapsizlar. Men shu qilichni tushirib qo'ydim. Afsuski, qayergadir ish qilib qayerga yo'qotganimni ham bilmayman. Mana elitramiz ajal. Mana kiyimlarimiz fulos chistitiz. What? Kerak. Qilich o'rniga olamiz. Xo'sh, bizning hozirgi maqsadimiz nima bo'ladi? Albatta biz Minecraftdagi 3 ta eng kuchli bossni yo'q qilamiz. Mana bu menga kerak. Mana kirgan sindirish darajasini ko'rasiz. Ana. Tak biz hozir birinchi bo'lib Ender Dragon bilan o'xshashimiz kerak. Mana. Mace kimda sinaymiz? Mob. Hey, what the hell? What is that? What a fuck, man, bro? Why my cheeselik da bu. Afsuski bu blok anaqa narsani sindira olmaydi. Chunki hamma biladi, hech qanday modlarsiz qilingan narsalar bunday narsalarni sindirish qobiliyatiga ega. Yo la'nati. Tak, maqsadimiz dragon. Salom, brat. Yo la'nati. Assalomu alaykum, va alaykum salom. Ya. Dragon meni urib o'zi o'lib qoldimi? Men sendan buni kutmagandim. Ey butan. Dunyo ko'rsatdi. Mayli, qo'ydik. Yaxshi. Chatga modni meni o'z Telegram. Qishloqqa nima bo'ldi? Nega meni uryapsan? Sen har doim videoda ishlatilgan modlarni o'z Telegram kanaliga joylab borasanmi? Ha, deyarli har bitta videoda ishlatilgan modlar Telegram kanalimda bo'ladi. Panchoqmisan, nega ertaroq aytmading? Nega shuncha paytdan beri men modlaringni qidirib yurardim, qaysini ko'rdim? Sen balki Telegram kanalda oxirgi yangiliklarni ham joylarsan-a? Balki Telegramda yuzingni ham ko'rsatgandirsan. Ha, bularning hammasi rost. Nima, video ustida описаниеda havola ham qoldirganmisan Telegram kanalingga? Ha, bunisi ham bor. Yana Twitterdan ko'radigan va silkalarni bosishni yoqtirmaydiganlar uchun ekranga QR kod ham chiqarib qo'yaman. Uni ham skaner qilib o'tsangiz bo'ladi. Shuncha qulayliklar, shuncha yangiliklar, shuncha narsalar, lekin men bularni endi bildim. Qishloqdagi xato qilma. Hozirroq Telegramga kir. Vizir spam qilamiz. Stop. Mana inshoot bor edi menda. Demak, menga vizir kalasini topishmas. Vizir kalalarni olib Soul Sand kerak menga. Qani Nezirdan Soul Sand chiqadi degan umiddaman. Bu videoim speedrunga o'xshab ketyapti, lekin speedrun bo'lmayapti. Atrofimda qandaydir g'alati inshootlar paydo bo'lib qolgan. Men bu joyga qanaqa kelib qo'yganimni ham o'zim bilmayman. Shunda aylanib yuradi. Let's go, bro. Bu omad kelyaptimi bu videomizda? La'nati. 5 dan oshdi-yu. 10 top ketdi sekund qolmasdan. Bo'ldi, Nezirdan ham ketaman. Tak. Men sizlarga hamma qirollarimni ko'rsatmoqchiman. Mana uflos. Mana fly uchib yuboradi deyapti bu. Bu tayoq o'ldirmaydi, bu uchib yuboradi. Kim o'zini olib chiqdi-yu? Bratishka. Kim seni xafa qildi? Shermi? Yo'q. Ko'rsatadi, bir ikkita shunaqa multfilmlar bo'ladi-yu. Yovuzlarni osmonlarga uchirib yuborishadi. O'lib ketadi. Ana. Просто hozir stop. Mana strukturani ham borib ko'raylik-chi. Dastak. Bosilchi. Yo, what the hell is he? Nasıl?
Tak, men sizlarga endi sharafli ishni qilmoqchiman. Ya, kirka bosh sindirmaskan tez. La'nati. Tak, men hozir sinab ko'rishim uchun endi men mana bu qurolni o'ldiraman. Bu loyalitasi yo'q ekan. Mayli, tak, vizirni span qilamiz. Ishqilib vizirni o'ldirsak bo'ldi. Maqsad shu, keyin Varden tog'oni o'ldiramiz. Hali videoni 4,5 minutlarida. Portla. Stopi. Beroqqa kelgin. Ye. What? Menga ana berdi, oyoqda anaqasini berdi, yulduzini. Yaxshi, lekin men uni qanday o'ldirdim? Nima shu narsa shunchalik kuchi ko'pmi? Boya Ender Dragon'ni ham qoqib yubordi. Sho, let's go, anaqa boramiz, stop. Men Riptide bitta sinab ko'ray. Takvizor. Xulaslar. Mardikorlarga salam. O'lmasam ham, lekin nimaga qo'rqdik o'zi? Tak, mana joyga kirib ko'ramiz xo'sh. Birga bir arena. Da, chitanizing bro. Nimadir bor. Afsuski men shuncha narsa topdim, lekin mana full set qilayotganimda bittagina qilichi bo'lmay qoldi. Bo'lmasa qilichini udarib to'lmaydi. Yo, Dream. Ko'zingga sanat, Starlight. Mazaq shamolato. Tak, endi bizda yeyishga ovqatimiz bor, shunday ekan. Biz ovqatlarni olib bitta Varden o'zimiz sumo qilamiz. Sababi hozir endi biz Mace'ni o'ldiramiz. Mace'ni ko'rmadik. Ana crossbow qilamiz, crossbow. Do'stlar, vaqtinchalik kreativ yotib turaman. Chunki inverterim musurlar bilan to'lib ketdi. Shu musurlarni tozalab olay. Hech kim qarshi bo'lmaydi degan umiddaman va bitta Vardenni sizlar uchun spam qilib beraman. Mana nimalar tushib ketdi inverterimga bor. Tak, bitta Varden tuxumini. Varden tuxumini olamiz. Santam bitta Camel stack olamiz. Vardenni mana bunaqasiga chaqiramiz. Tak. O'qlamayaptimi? Los, aldashdi. Varden nima summon qilamiz? Summon. Oldu. Tugadi. Endi qo'rqib turdim. Nima ana bo'lmayapti. Quick charge o'zi ma'nosini va shunda turib turish kerak deganim bu. Tushunmadim. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizlarga shunday narsalar kerak bo'lsa, men bunaqa narsalarni qanday qilib olishni o'z Telegram kanalimga tashlaganman. Yo, let's go bro. Biz ochqab yuribmiz o'zimizcha. Mana bu qilich chisti musur, men sizlarga aytgan qilichim 4096 ta o'rni bor. Hammangizga xayr. Bizning videomiz tugadi va sizlar obuna bo'linglar. The Chinoblade never dies, guys.